Bismillahirrahmanirrahim. Sura Qaf. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Qaf vel Qur'anil Majid. Qaf. Sharaflik Qur'on bilan qasam qilaman. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Belki ular, yani mushriklar, öz içidin ularga bir agahlandırgıcı kelgenlikidan ajablandi. Kafirlar eytdi. Bu kızık iştir. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Biz ölüp topu bulup ketkendin keyin tirilip ilgirki holatimizga qaytamdık. Bunda qaytish aqldan yiroqdir. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Ularni zeminning kemaytkinidan, yani ularning jasadlarini yer yeb ketganidan biz haqiqatan xabardormiz. Bizning dargohimizda hammani o'z ichiga olgan kitob, yani Lavhul Mahfuz bor. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Belki ular bolsa o'zlariga nozil qilingan haqiqatni, Qur'onni inkor qildi. Ular qalaymaqon holatdadir. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Ular osmonni qandoq to'riksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan beziganligimizga, uningda hech qandoq yo'chuq yo'qligiga qaramamdu. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Yer yüzünü toğrısığa ve uzunsığı sozup keng yarattık. Yer yüzüde onun tevrep ketmesliki üçün tağlarını kıldık. Ve onun da türlü çıraylık ösümliklerini östürdük. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Allah'a qaytquchi her bir bendige Allah'ның kudretini körüstüş üçün ve Allah'ның ulug'ligini esletiş üçün şundak kıldık. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Kökten, buluttan mübarek sunu düşürdük. Onun bilen bağlarını ve ağaçlıklarını. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Egiz ösken, meyveleri sancak bulup ketken hurmalarını östürdük. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Ularının hemmisini bendelerinin rızkı üçün östürdük. U su bilen ölük, yani qaqas zeminni tirildirdik. Ölüklerinin tirilişi mi? Şununla o'xshashdir. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Ulardan ilgiri peygamberlerini inkar kılganlar Nuh'nun kavmi Ras ahalisi, Samud kavmi.
وعاد وفرعون وإخوان لوط Ad qavmi, Fir'avn, Lutning qarindoshları, وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Ayka aholisi, ya'ni Shuayb qavmi, Tubba qavmi edi. Ularning hammasi payg'ambarlarni inkor qildi. Shuning bilan mening azobim ularga tegishlik bo'ldi. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. İnsanlarni dastlabda yoritishdan ojiz keldikmi? Hargiz undaq emas. Biz buningda ojizlik qilmag'ashqa, o'lgandan keyin tirildirishdimi? Ojizlik qilmaymiz. Ular yengidan yoritilishqa, ya'ni qiyomatda tirildirishga qarta gumondidir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz haqiqatan insonni yaratdik. Biz uning ko'ngliga kelganini bilamiz. Biz uning jon tomiridanmi yaqinmiz. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. İnsanның o'ng tarafida va so'l tarafida o'ltirib xotirlaydigan ikki farishta bor. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. İnsanның so'z harakati xotirlanayotgan vaqtda u qandoq bir so'zni qilmasin, uning oldida hamon farishta hozir bo'lib ko'zitib turadi. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Ölümning sakrati haqiqatni elib keldi. Ya'ni oxiratni inkor qilguvchi oxiratning dahshatini aniq ko'rdi. Sen uningdan, ya'ni o'limdan qochatding. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Sur chelinadi. Ani shu kuffarlarga azob va'da qilingan kundir. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Har inson mahshargohga keladi. Uning bilan uni mahshargohga haydiguchi va uning amaliga guvoh bo'lguchi ikki farishta birga keladi. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Uningga, ey inson, dunyodagi cheg'ingda bu eg'ir kundan g'aflatda eding. Endi pardangni sendan ko'tirvatdik. Bugun ko'zing o'tkirdir deyiladi. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Uningga muakkal farishta, mana bu nomi amal oldimda tayyordir deydi. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. Allah Taala ikki farishtaga xitob qilib, haqqa qarshi yaxshilikdan to'squchi, مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ. haddidan oshquchi, dinga shak keltirguchi, الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. Allahqa boshqa ma'budni sherik qilguchi har bir kofirni do'zaxga tashlanglar. Uni qattiq azobga tashlanglar deydi. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا
فأطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Onun həmrahi bolğan şeytan, Pərverdigarımız, mən onu azdırmadım. Lekin u öz ixtiyarı bilan çoğunqur gumrahlıqda boldi deydi. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. Allah, mening oldimda munozirlashmanglar. Bu yerda munozira foyda bermaydi. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Sizlarni men oldin ola azobimdan ogohlantirgan edim. Mening so'zim o'zgarmaydi. Men bandalarga zulm qilguvchi emasman deydi. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. U kunda biz jahannamga to'shdingmi deymiz. Jahannam yana bormi deydi. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Jannat taqvodorlarga yiroq bo'lmagan joyga yaqinlashtiriladi. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. Mana bu ne'matdan sizlarga va'da qilingan narsalar Allohning toatiga qaytquchi, amrini saqlag'uchi har bir banda uchundir. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Kimki mehribon Allohni ko'rmay turib, uningdan qo'rqsa va tavba qilg'uchi qalb bilan kelsa, ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ularga jannatga omonlik bilan kiringlar. Bu mangu qelish kunidir deyiladi. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Jannatda ularga xohlagan narsalar bor va bizning huzurimizda ularga ziyoda ne'matlar bor. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. Biz ulardan, yani Quraysh kuffarlaridan ilgari ularga qaraganda kuchlik bo'lgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular, yani shu ummatlar har qaysi joylarni kezdi. Ularga o'limdan qochadigan joy tepildimi? إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Buningda haqiqat ustida fikr yurgizadigan qalbga ega odam yoki vaz nasihatga huzuriy qalb bilan quloq soladigan odam uchun albatta vaz nasihat bor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Biz haqiqatan osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdik. Biz hech qanday charchab qolganimiz yo'q. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Ey Muhammad, kafirlarning so'zlariga sabr qilgin. Kun chiqishdan ilgari va kun petishdan ilgari Parvardigoringga tasbih aytqin. Hamdi aytqin. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Kechida va sajdadan keyin, ya'ni farz namozlarning orqasida tasbih aytqin. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Nido qilguvchi, ya'ni Isrofil
yaqin joydan nido qiladigan, ya'ni uning ovozi hammaga o'xshash yetadigan kunda nidoga quloq solgin. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Ular haqni elib keladigan ovozni, ya'ni ikkinchi qaytimliq surni anglagan kun, ani shu kun qabrlardan chiqish kunidir. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Biz haqiqatan kishilarni vafot qildiramiz va tirildiramiz. Oxiri boradigan joy bizning dargohimizdir. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. U kunda yer yerilib, ular qabrlaridan tez chiqib keladi. Ani shu yig'ish bizga osondir. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Biz ularning, ya'ni Quraysh kuffarlarining aytadigan so'zlarini obdan bilamiz. Sen ularni islomga zo'rlig'uchi emassan. Mening ogohlantirishimdan qo'rqadiganlarga Qur'on bilan vaz nasihat qil.